Bugun 2025-yil 31-dekabr. O'g'lim boksdan bugun shahar birinchiligida finalga chiqdi. Endi ozgina sportchilar buni mana tushunadi. O'g'lim ozgina tushunmovchilik bo'lib, ikkinchi o'rin bo'lib qoldi. Ozgina ruhiyati tushib qoldi, o'shanga ozgina kichkina sovg'a tayyorlab qo'ydim. O'zi birinchi o'rinni olsang sovg'a qilaman deb aytib qo'ydim. Mayli, endi ikkinchi o'rin bo'lib qoldi, endi ma'lum bir sabablarga ko'ra. Taksasini ko'ramiz, hozir bitta kichkina sovg'am bor. Sadulla? Qayerda yuribsan? Magazinda nima qilsan? Unda o'tir. Salom. Unda o'tir. Qayerda yuribsan? Ha? Magazin. Nima qilsan magazin? Bolalar ish. Mana yuzlaring ham ko'karib ketibdi. Shahar chempioni bo'lsang nima olib beraman dedim? iPhone 7 Pro Max. Ah? 7 Pro Max. Labs. Chempion bo'lding. Men uchun sen postoyanniy birinchi o'rindasan. Nima bo'lishidan qat'iy nazar. Mana u ochib ko'r. Qalay? Rahmat. Tabriklayman. Bundan ham katta yutuqlarga erishgan. Endi buni sekin rasmiy qilamiz. Ana ochib ko'rchi. Maza qilib yur. Qarasam bo'yicha motivatsiyang tushib ketdi. Mora bo'lsa. Yaxshi investitsiya. Bundan ham zo'rlarni olasan, xudo xolasa. Omadingni bersan. Rahmat. Молодец. Bunda bitta mana emas. Sen treneringni ham mehnati ancha bor. Ustozingga ham rahmat deb qo'yasan, hamma ko'rishganingga. O'zim asli qancha mehnat ketdi. Telefon просто на так. Yaxshiligingga tutgan. Voy, 17 yildan bor o'zi. Tabriklayman. Matbuotni bo'lsin. Yazini boskim bu yoqqa. Ana bu yoqda ko'rsatib qo'ying. Voy. Mora bo'lsin.